Assalomu alaykum. Farog'at kanalini kuzatib o'tgan guruhdoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hamma yaxshi dam olib turdimi? Mana bugun 24-noyabr, haftaning dushanba kuni Toshkent viloyati Qorasuv sudiga keldik. Bundan bir oy oldin fuqarolik sudiga arzi berilgan edi. Mana shu bugungi ko'rilayotgan ekan. Toshkent viloyati Qorasuv sudimiz. Ya'ni kim Toshkent viloyati Bo'ka tumani Xo'jaqo'rg'on MF'da fermerlik faoliyatini yuritib borayotgan Bobur Zuhriddin fermer xo'jaligining rahbari Bobur degan fermer 4 ta kombayasi bo'lgan. O'sha 4 ta kombayda o'rgan mexanizatorlarni, ya'ni shofirlarni ish haqqisini bermagan. Ya'ni kim o'sha kombayni o'rdirayotganda bular bilan kelishganki, o'sha fermerlardan o'rgan o'sha g'allalaringni 20%ni beraman olingan daromadni deb, vaholanki shu kunga qadar berishmagan ekan. Bular murojaat bilan bizga chiqqan edi. Mana shu murojaatni so'roq surishlarni olib borgan jarayonimizda haqiqatan fuqarolar haq bo'lib chiqdi. Haqiqatan ish haqqisini bermagan. Lekin o'sha g'allasini o'rgan fermer bormi, klaster bormi, shularning hammasidan Bobur o'z haqqisini olgan. Mana shu bugun sudga keldik, xudo xolasa sud raisi qonuniy qaror chiqaradigan umiddaman. Hamda bularni ish haqqisini shu Bobur Xo'jaqo'rg'on, Bobur Zuhriddin fermer xo'jaligidan undirib beradi deb o'ylayman. Xudo xolasa undirib ham berishadi. Sudyalarga ming rahmat. Mana shu hali ham sud tashkilotlari bor ekan. Shular qonuniy tartibda fuqarolarga yordam berayotganligi uchun meni kuzatib borishda davom etinglar. Xudo xolasa sudning natijasini ham olib chiqaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Aytgancha o'sha ish haqqisini ola olmagan fuqarolarni aytib o'taman. Absattorov Sohib aka, Xudoyberdiyev Nurdin aka, Xudoyberdiyev Uchqun hamda yana bitta Karim aka degan fuqaro bor. U Karim aka murojaat qiluvdi, lekin sudga kelmadi. Qo'y bo'ldi, menga kerak emas o'sha deb. Lekin hozirgi kunda 3 ta fuqaro kelgan. Meni kuzatishda davom etinglar. Yana bir bor aytaman. Xudo xolasa suddan chiqib natijasini ham aytaman. Xudo xolasa sudyalarimizga ishonaman. Sudyalarimiz qonuniy qaror chiqaradilar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.